Hurmatli erkaklar, ishdan keldingiz. Juda charchagansiz, tushunaman sizni. Lekin aksiga olib ayolingizning qovoqlari osilgan. Uyda qandaydir muammo bo'lgani aniq. Balki onajoningiz bilan oralaridan gap qochgandir. Balki farzandlaringiz qiynab yuborishgandir. Balki haqiqatda bugun charchagandir. Shu paytda siz ham nimadir desangiz, yo ayolingiz portlab ketadi, yo yig'lab yuboradi. Aniq muammo jiddiylashadi. Shu holatda siz hech gap so'zsiz ayolingiz yoniga boring. Mahkam bag'ringizga bosing va ayting: "Yaxshiyam hayotimda sen borsan onasi. Boringga shukr" deb peshonasidan o'pib qo'ying. Mo'jizadan hayratga tushasiz. Hozirgina olov bo'lib yonayotgan ayolingiz birdan yashnab ketadi. Qarang, bitta bag'ringizga bosishda qancha sir yashiringan. Bilasizmi? Ham janjalni oldini olasiz, ham o'zingizni asabbuzarlikdan saqlab qolasiz. Albatta sinab ko'ring va natijasini kommentariyada yozib qoldiring.